Yo'q, ro'parangizga sizni sotadigan tovaringizga bir do'kon ochildi yana. Yuraklaringiz siqiladi, endi nima bo'lar ekan, klient tortib qo'yadi yarmini. Ana kimi boy, kimi kambag'al bo'lishligi bu Allohning ixtiyori edi. O'shanga akaxoningiz mansabidan ketib qolsa, ne problema. Ha? Sizga bir muruvvat ko'rsatib turgan bir odam yo'q bo'lib qolsa yoki muruvvatni bermay qo'ygan bo'lsa, muammo emas. Chunki rizqingiz kimning qo'lida? Allohning aytgani bo'ladi. To'g'rimi? Yo'q, ro'parangizga sizni sotadigan tovaringizga bir do'kon ochildi yana. Yuraklaringiz siqiladi, endi nima bo'lar ekan, klient tortib qo'yadi yarmini. Ana birodarlar, Allohga tavakkal qilgan, Allohga suyangan qalb qanchalar xotirjam bo'ladi. Bu ham rizqini yeydi. Bu ham rizqini yeydi. Zo'ra narigi do'konni yo'q qilishga harakat qiladiganlar bor. Yozadigan joyga yozadi, shikoyat qilib, bir narsa qilish kerak-da. Как будто buni rizqini nima qilib ketadi u? Birodar, xotirjam bo'ling. Rizqingiz peshanangizga yozilgan. 121 kunga to'lganingizda. Ko'pi ham kelmaydi, ozi ham kelmaydi. Rizq. Bu odamlarni doim o'ylantirib kelgan, doim boshini qatirib kelgan va hayotini asosiy vaqtini egallagan mavzu. Rizq haqidagi insonning tasavvuri, o'lchovi, tushunchalari to'g'ri bo'lgandan keyin hayotida osudalik bo'ladi. Rizq haqidagi tasavvuri to'g'ri bo'lgandan keyin inson halolga o'zini uradi, haromdan taqvo qiladi. Alloh taolo rizq degan narsani o'zini zimmasiga olgan. Ibodat degan narsani bandani zimmasiga yuklagan. Qaytaraman. Rizq meni zimmamga deyapti Alloh taolo. Ibodat seni zimmangga deyapti Alloh taolo. Endi banda o'zini g'ofilligidan, gumrohligidan, ojiz zaifligidan Alloh o'zini zimmasiga olgan rizqni g'ami qilib yuribdi. Alloh o'zini zimmasiga olgan rizqini g'amini qilib yuribdi, lekin o'zini yelkasiga yuklatilgan, zimmasiga yuklatilgan ibodatni tashlab qo'yib yuribdi. Insonning hayoti o'zgaradi, o'lchov tushunchasi tuzalganda deymiz doim. Birinchi navbatda tuzalish kerak bo'lgani rizq haqidagi tasavvur. Rizq masalasi ham aqida masalasi, birodarlar, e'tiqod masalasi. Shuning uchun bu haqidagi bizning e'tiqodimiz quyidagicha. Sirojiddin o'sha aytadi. Va inna suhta rizqun misla hillin va in yakroh maqoli kulli qoli. Tarjimasi: albatta harom mol agarchi so'zimni barcha yomon ko'ruvchilar yoqtirmasa ham halol moldek rizqdir. Bu yerdagi suhbatning mavzusi harom narsa ham rizqmi yoki faqatgina halol rizqmi? Harom narsa rizq bo'ladimi yoki rizq bo'lmaydimi degan bahsni muolaja qilamiz. Nazmiy bayoni: harom mol haloldek rizqdir begumon, rad etuvchi so'zimni ko'rsa ham yomon. Odamlar gapimni yoqtirmasa ham, bu so'zim yoqmasa ham, harom narsa ham halol narsadaqa rizq deyapti. Sirojiddin o'sha. Rizq so'zi, birodarlar, lug'aviy jihatdan kunlik ovqat, ulush, in'om degan ma'nolarni bildiradi. Lug'aviy ma'nosi shu. Istilohiy ma'nosi esa Alloh taolo jonzotlarga yetkazgan va ular iste'mol qilgan narsa rizq deb ataladi. Avvalgi darslarimizda aytdik, kasb bilan rizqning o'rtasidagi farqni. Siz to'plab qo'ygan, seyfga tiqib qo'ygan narsa rizq emas, u kasb. Endi ana shu to'plab qo'ygan narsangizdan yeb bo'lganingiz, ichib bo'lganingiz, kiyib bo'lganingiz, ishlatib bo'lganingiz rizq. To'plab qo'ygan narsangiz bu kasbingiz, shundan sarf qilib ishlatib bo'lganingiz rizqingiz. Shunda bizning rizqimiz ko'proq bo'lyaptimi, kasbimizmi? Kambag'al odamlarda rizq ko'p bo'ladi, boylarda kasb ko'p bo'ladi. Chunki to'plab qo'ygani ko'pda, nima qilmadi? Lekin kasbiylarga ham javob berasizlar, boylar. Dunyodagi hamma jonzotning rizqini Alloh subhanahu va taolo o'zini zimmasiga olgan va belgilab qo'ygan. Chunki ana shu hadisda aytilganidek, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hadislarida inna ahadakum yujma'u xalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan hadisi. Albatta sizlarning har biringiz onasining qornida 40 kun nutfa holda turadi. Yana shuncha 40 kun o'tadi, lahta qonga aylanadi. Yana shuncha 40 kun o'tadi, bir parcha go'shtga aylanadi.
So'ngra farishta yuboriladi. 4 tanasi yozib qo'yiladi taqdiriga. Shuni birinchisi rizqi, ikkinchisi ajali, uchinchisi amali, to'rtinchisi baxtli yoki baxtsiz bo'lishi. Birinchi nimasi yozildi? Tamom, rizq yozildi. U ko'paymaydi ham, ozaymaydi ham. Shunga iymonimiz komil bo'lsin. Bizni rizq haqidagi tasavvurlarimiz, tushunchalarimiz, ilmimiz noto'g'ri bo'lganligi uchun hamma narsani tashlab qo'yib turib faqat pul topish bilan yuribmiz. So'folloh bobomiz aytadiki, qidirg'on birla rizqing qatra toshmas, ketar qadring qadardan hargiz oshmas. Har qancha joningni jabborga berma, o'zingni o'tdan cho'q urma, yozilganidan oshiqcha rizq ola olmaysan. Ketar qadring qadardan hargiz oshmas. Taqdir qilingan kun bor o'ladigan kuning, o'shundan bir kun ham oshiqcha yashamaysan. Ajalidan 5 kun burun o'libdi. Shu gap to'g'ri ekanmi? Ajalidan 1 sekund burun ham 1 sekund keyin ham o'lmaydi. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan va la yastaqdimun dedi Alloh taolo. Qachonki ularning ajallari kelganda 1 soat oldiga ham 1 soat orqaga ham sura olmaydilar. Shuning uchun aytayapman-ku, mana rizq haqidagi tasavvurni tuzatib oling-da, xotirjam bo'lib qolasiz. Muhimi ishlayapsiz. Muhimi rizq sababini qilyapsiz. Muhimi halolsiz. Ibodat qilyapsizmi? Endi bu yog'i yozilgani bo'ladi. Biz ham odamlardaqa yashamaymiz. Noto'g'ri savol bu. Sen odamlardaqa yashamaysan. Sen taqdiringga yozgandaqa yashaysan. Sen yozilgan rizqni olasan. Faqat u rizqni barakali qilib olasan yoki bebaraka qilib olasan. Shunga qanoat hosil qilib olgin-da. Shunda seni hech narsa qo'rqitmaydi, hech narsa cho'chitmaydi. Ibn Atolloh Sakandari Hikomil Atoyada shunday deydi. Alloh senga kafolat bergan narsa yo'lida bor kuching bilan tirishib, sendan talab qilgan narsa yo'lida hafsalasiz bo'lishing qalb ko'zing ko'rligiga dalildir. Tushunarlimi? Alloh taqdiringga yozib qo'ygan, rizqing Allohning zimmasida. Alloh o'zini zimmasiga olib qo'ygan narsani topish uchun bor kuchingni sarflayapsan. Endi ibodat seni bo'yningga deb yozib qo'ygan. Bu narsaga beparvo bo'layotganliging qalbingni ko'zini ko'rligi deyapti. Qalbini ko'zi ochiq odam aytadi. Yozilgan rizq bor. Allohdan rizq, mendan sabab deydi. Qarang Musa alayhisalom bilan Xizr alayhisalom qissasini. Nurab yiqilib ketayotgan devorni ikkala payg'ambar kelib urib tikka qilib qo'ydi. Keyin sababini aytdi Musa alayhisalomga Xizr alayhisalom. Nimaga bu devorni urdik? Egasini topib xizmatini olmaymizmi, haqqini mehnat qildik deganida, bu devor ikkita yetim bolaning devori edi. Tagida xazina bor edi. Agar devor yana nurashda davom etsa, xazina ochilib qoladi-da, odamlar talon-taroj qilib yuboradi. Lekin bu oltin ana shu ikkita yetim bolaning rizqi. Ulardan boshqasi olishi mumkin emas. Alloh yozganmi? Bu bolalar nimani biladi? Bilmayapti ikkita payg'ambar kelib devorni tikka qilib qo'yayotganligini. Nima uchun bunday bo'lyapti? Alloh xohlaganda rizqini olishini shu bolalarni. To balog'atga yetib, shu xazinasini chiqarib olishligi uchun Parvardigoring devorni urib qo'ydi, devorni urdi dedi. Tushunaylik rizqni nimaligini. Rizq deb o'lib olmaylik. Bir reys deydi, Rossiyaga borib kelsam bo'lib ketardim deydi. Palonchi bir reys borib kelib bo'lib ketdi deydi. Endi o'sha Rossiyaga bir reys borib bo'lib ketgan odam bu yoqda boshqa ish qilganda ham bo'lib ketishini yozgan ekan Alloh. Alloh unga bo'lib ketishini yozgan kun keldi, shuning uchun bo'lib ketdi. Agar mana Hammom pista sotganda ham, g'isht sotganda ham o'sha bo'lib ketar edi. Shuni tushuninglar. Yolg'on gapirib rizqimizni ko'paytira olmaymiz. Rost gapirib rizqimizni qisqa qilib qo'ya olmaymiz. Qaytaramiz. Alloh senga kafolat bergan narsa yo'lida, Alloh kafolat bergan narsa yo'lida bor kuchingni sarflab, tirishib, sendan talab qilingan narsa yo'lida, ibodat yo'lida hafsalasiz bo'lishing qalb ko'zingni ko'rligiga dalildir. Tushunarlimi? Yozgan keladi. Yozilmagan kelmaydi. Yozilgan bo'lsa qayoqqa qochay?
yozilmagan bo'lsa, nimadan qo'rqay? Sportsmenlar yutkizib qo'ydinglar. Yugurdik 90 minut, jonimizni jabborga berdik. Xullas, bor kuchimiz sarflab yutkizdik. Endi nima deyish kerak? Sen vaqtida oshirishing kerak edi to'pni menga. O'sha paytda sen ozgina zadashga qilib qo'yding. Yo'q, birodar, bu bo'ldi. Bu bo'ldimi? Qaddarallohu maza sha'a thumma fa'ala deydi musulmon. Alloh o'zi xohlagan narsani taqdir qildi va shu narsa amalga oshdi. Ma sha'allohu kana va ma lam yasha lam yakun. Bundan tashqari birodarlar, rizq masalasida xotirjam bo'lishimiz kerakki, Robbimiz subhanahu va taolo buni bizga xabarini beryapti. Astagfirullah. Va ilayhi yurja'ul amru kulluhu fa'budhu va tawakkal alayhi. Hamma ish unga qaytadi. Hamma ish Allohga qaytadi. Bas ibodat qil va unga suyan. Bizga mana Alloh taolo ibodat qilishimizni yelkamizga yuklabdi. Endi ibodat qilishga buyurishdan avval aytayapti. Hamma ish meni qo'limda. Hamma ish meni qo'limda, rizqing ham meni qo'limda. Sen g'am qilma buni. Sen ibodatingni qil, tavakkalingni qil. Chunki Robbimiz qalbimizga taskin berib qo'ygandan keyin ibodatga buyuryapti. Namoz o'qi to'g'risi, ishni kim qiladi deydi. Olma pish og'zimga tushdi, bu qorakalarga quloq solsang o'tiray. Kim aytdi senga olma pish og'zimga tushdi deydi qorakalar deb? Sen sababini qilasan. Natija kimdan? Shuning uchun Alloh azza va jalla mana Baqara surasida marhamat qiladi. Ya Yuhannas kulu mimma fil ardi halalan tayyiban. Ey insonlar, biz sizlarga rizq qilib bergan narsani halolni yeylar. Ey insonlar, sizlarni va sizlardan oldingilarni yaratgan Robbingizga ibodat qiling. Demak, Alloh taolo yaratdimi? Demak, uni rizqi bor. Inson ana shu rizqini kasb qilishlikka, qo'lga kiritishlikka ozgina harakat qiladi, ibodatni qilib qo'yganidan keyin. Shuning uchun birodarlar, qimmat mashina minish, chiroyli mashina minish harom emas. Chiroyli uy solishlik harom emas. Chiroyli to'kin sochun boy badavlat hayot kechirishlik harom emas. Chunki Alloh taolo bandalarga chiqargan bu ne'matlarni. Siz ibodatni hozir o'lib qoladiganda qilib turib, imoratda 1000 yil yashaydiganda soling. Alloh taologa ibodatni zo'r qilib qo'yib turib, milliard dollar topysizmi? Muammo nimada? Bittasini qilyapti-da biz odamlarimiz. Pul topgani, faqatgina pulga kirishib kelib turib, ibodatni tashab qo'yapti. Ibodat qilayotganini qarasangiz, faqat ibodat qilyapti, dunyoda tashab qo'yapti. Ikkalasi ham noto'g'ri birodarlar. Ikkalasini bitta qilishlik kerak bo'ladi. Inson o'zini zimmasiga yuklatilgan ibodatni qilsin, Alloh taolo o'zini zimmasiga olgan rizqni Robbisiga tashasin. Agar inson mana shu ikkala ishni jamlaydigan bo'lsa, ibodatni ham, mehnatni ham, bu ana shu qalbi ko'zi ko'r bo'lmagan odamlardan bo'ladi. Inson ibodatni qilib, halol bilan mehnat qilar ekan, ana shu qilgan mehnati gunohlarni kechirishiga sabab bo'ladigan amallardan bo'ladi. Taqdir qilingan rizq ko'paymaydi ham, ozaymaydi ham. Alloh taolo taqdir qilgan rizq keladi, taqdir qilgan kunda. Mana qadar bu rizq masalasi soddaroq misol kerak bo'ladigan bo'lsa, baliq tutgani qarmog'ini ko'tarib daryoga yoki ko'lga boradi baliqchi. U bilmaydi-da bugun baliq chiqmasligini. Mana shu joy tavakkal. Uni qiladigan ishi o'sha kruchogini ustiga o'tkazadigan narsani bir 3-4 xilni oladi. Ilonchiroq oladi, kukuruz oladi, makka oladi, xullas bir narsalar oladi. Uni ishi o'sha. Kruchogiga iladi, bismillah deb tashlaydi, bo'ldi. U yog'i kimdan? Rizq shunga o'xshaydi. Siz do'konda ochib o'tirasiz, bu yog'i kimdan? Alloh taolo mana Qur'onda aytadi, astagfirullah. Nahnu qasamna baynahum ma'ishatahum fil hayatid dunya va rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat. Biz deydi Alloh taolo ularning dunyo hayotidagi tirikliklarini ham, ularning o'rtalaridagi narsani ham biz taqsim qilganmiz. Ularning o'rtalarida biz taqsim qilganmiz.
Shuning uchun kimi boy, kimi kambag'al bo'lishligi bu Allohning ixtiyori edi. Xuddi kimi erkak, kimi ayol bo'lishi Allohning ixtiyori bo'lganidek. Birodarlar, taqdir bitilgan. Taqdirni bitilishi ikki xil bo'ladi. Taqdir masalasi nozik masala. Hukm bo'lib yozilgan taqdir bor, vasf bo'lib yozilgan taqdir bor.